Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Eshik muxlislari, mana zakaz qilingan eshigimizni olib kelib o'rnatdik. Xo'p, mana bu eshigimiz neobriznoy materialdan bo'lgan. Sifatlari yaxshi, quruqligi zo'r. Oynalarni o'rnatib qo'yganmiz. Zamonlari ham joyida. Xo'p, koronalarimiz ham o'rtacha. Bu eshik razmeriga keladigan bo'lsak, 92 ga 30 ga chiqqan bitta. Bu ikkinchisi. Bu eshiklarimizni sherilar naryoqda jambor bu yerga 6 eshik o'rnatdik. 5 ta bir qanot, bitta 2 qanotli eshik. Bu eshiklarimizni narxiga keladigan bo'lsak, kvadratni 1,2 million so'mdan qilib beramiz. Oshirmog'i, zamogi, oynasi, besvetniylaki ichida. Oshirmog'i mana 3 tadan qo'yiladi. Bir qanotli eshik tashlamaslik uchun. Bu eshik romlarni Andijon viloyati Ziboskan tumaniga qilganmiz. Cho'ma qishlog'iga, o'zimiz tumanda. Zamonlar mana sifatli zamodan. Hop, mana bunda ikkitasi bor. Mana bu yerda 1,5 qanotli eshik. 3-chi va 4-chisi. Bu eshigimiz 1,20 ga 2,30 bo'lgan. Bu ham mana sifatlari yaxshi, neobriznoydan bo'lgan. Quruqligi zo'r. Hop. Narxlarni aytib o'tdik. Kvadrat 1,2 million. Neobriznoy material, sifati zo'r. Andijon, Farg'ona, Namangan bo'ylab dastavkasi ichida. Toshkentdan chiqishga narxlar o'zgaradi, dastavkasini narxi o'zgaradi, kelishuvda bo'ladi dastavkasi. Materiallarimiz quruq, sifati yaxshi, xudo xolasa. Yog'och materialdan sifatli robotlar, sifatli eshik romlar kerak bo'ladigan bo'lsa, nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Hop, sog' salomat bo'linglar.